agar shunaqa to'rtburchak bo'lib qolgan ayol bo'lsa, bu hammasi tiqilib turibdimi? Demak, asosiy nagruzka pastidagi yo'g'on ichuvlarga, pastidagi ichaklarga va mag'li tazdagi o'sha matka, siydu qopi o'shalarga yaxshigina ta'sir ko'rsatadi va natijada nimalar yuzaga keladi? Matka opущениyalar yuzaga keladi. Siydu yaxshi usha olmasliklar yuzaga keladi. Chunki bu bosim matkadagi asosiy bajarayotgan o'sha mag'li tazdagi turgan hamma o'sha a'zolarni nima qiladi? Pastga qarab ezadi. Ular o'zini erkin joyda erkin yoyilib turolmay, siqilib pastga qarab itarilishga majbur bo'ladi. Natijada abshulsi ham siyaveradi. Tushundinglar? Shunaqa holatlar yuzaga keladi. Yoki o'sha mustaqab qilganda shundoq qo'liga matka chiqib kelayotgani ilingan bo'ladi. Endi u matka opущениyalarning ham har xil stepeni bor, har xil turi bor. Misol uchun, birinchi stepen bo'lishi mumkin. Birinchi stepen передний стенки matki bo'ladi, misol uchun. Oldi tarafidan tushish birinchi stepen bo'lishi mumkin. Yoki orqa tarafidan tushish birinchi stepen bo'lishi mumkin. Yoki o'shani уже ikkinchi stepeni, uchinchi stepeni bo'lib o'zgarishi mumkin. Uni stepeniga qarab. Уже endi уже ikkinchi stependan o'sha uchinchi stepenlarga kelayotganda biz уже uni davola olmaymiz. Lekin o'shani ham ancha sog'lom holatga keltirib bera olasizlar. Nimaga deganda, mamondod qilgan joyi bundoq qilib, bundoq figura qilganinglardan keyin tana o'zini samoregulyatsiya qilib, o'zi sekin sog'lom joyga qaytishni boshlaydi.